Bugun bolajonlar mazza qilib tekis ko'chalarda yugurib yurishibdi. Biz aynan mana shu natijaga erishish uchun bundan bir muddat avval Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Mo'lkanlik mahallasiga shu ko'chaning muammosini o'rgangani kelgan edik. O'shanda bizga mas'ullar va aholi quyidagilarni ma'lum qilgan edi. Va'da berishdi. 7 yildan beri erta eshitamiz. Bir oyog'imiz hokimda, bir oyog'imiz moliyada, pul o'tdimi, o'tmadimi? Siz o'zingiz bitta xolis xizmat. Shu yerdan necha marta o'tib qaytalasizmi? Dengizmi yotibdi? Taksida boramiz ishxonaga, taksida qaytamiz. Qizlarimiz yerga tegib ketdi. Loy ko'chalarda, chang ko'chalarda. WhatsAppda yurganda loyga botib, chiqirib, yiqilib qolgan vaqtlarim ham bor. Uzog'i bilan 10 kunda sizlarga rasmiy videosini hammasini jo'natamiz. Bu yerda bir oylab yuribdi. Esimda mana shu yerda o'rdak boqish mumkin bo'lgan ko'l bor edi. G'oyib bo'libdi. Katta o'zgarishlar bo'ldi ishqilib. Rahmat sizlarga. Sizga katta rahmat. Mana xursandmiz. Shunchalik bo'ldi, mana chiroyli bo'ldi ko'chalarimiz. Changlardan qutuldik bu yilga. Mana yaxshi hammasi. Xursandmiz hammamiz. 9 yildan burun nima loyihaga kiritiladi deb bizga aldab kelishardi. Chiroyli, mana yaxshi. Nevaralarimiz ham ko'chada bemalol o'ynashyapti. Biz ham bemalol loy ko'chalarga botmasdan chiroyli bo'lib ishlarga borib kelib, ko'chaga chiqib kelyapmiz. Tashkilotchilarga rahmat. İşimizni har doim qilaveramiz, lekin u natija bermaydi. Eng muhimi natija berdi. Katta rahmat. Ishonganmidingiz o'zi? Endi ko'p 9 yil 10 yildan beri ishonmay qo'ydik lekin. Endi lekin natija berdi, ishondik. Rahmat. Borlaringga shukr. Rahmat. Natija uchun ishlaganlaring uchun rahmat. Sizlarga ham bir rahmat. Shuncha yugurdilar bizlar uchun ham. Mana yo'llarimiz yaxshi tekis va ravon bo'ldi. Changlarimizdan qutuldik, Xudoga shukr. Borlaringga shukr. Milliy kanalimizga ming rahmat. Mana nevaram shu ko'chani asfalt bo'lgandan u boshdan bu boshqa chopdi, yugurdi. Necha kun bo'ldi asfalt bo'lganiga? Ancha kun bo'lib qoldi. 15. Menga 10 kunda va'da berishuvdi o'shanda. 15 kunlar bo'lib qoldi. 15 kunlar bo'ldi. Shu o'rinda aholi va bizning murojaatlarimizni bee'tibor qoldirmay, muammoni ijobiy hal etishda amaliy ko'mak ko'rsatgan Sharof Rashidov tuman hokimligiga alohida minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Yillar ketdi, mana ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. Sizlarga katta rahmat, sog' bo'linglar. Balalarimiz o'ynab kulib yuribdi, nevaralarimiz mana o'ynayapti. Chiqib yaxshi bo'ldi. Ishlaringga omad, sog' bo'linglar. Faqat yaxshilik bilan ko'rishaylik. Men sizni bitta o'qiyman. O'zi sizni juda yaxshi ko'rardim. Milliy telekanali Millar dasturi ijodkorlari aholini qiynayotgan shu kabi muammolarni o'rganishda va ularga mas'ullar ko'magida yechim izlashda davom etamiz. Milliy kanalga ming rahmat. Bunaqa gaplarni eshitish juda mazza. Ancha yengil bo'ldingizmi? Rahmat.